Agar siz har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Birinchidan, tomog'ingizning sovuqqa chidamliligi asta-sekin oshadi. Sovuq mahsulotlarni to'g'ri iste'mol qiladigan odamlar sovuqqa kamroq sezgir bo'ladi. Ikkinchidan, stress kamayadi. Shirin ta'm miya kortizolini, ya'ni stress gormonini kamaytiradi. Shu sababli ko'pchilik kayfiyat tushganda muzqaymoq yeydi. Uchinchidan, muzqaymoq mushaklaringizni kuchaytiradi. Unda oqsil va kalsiy ko'p bo'lgani sababli mushaklar o'sib, mustahkam bo'lib boradi. To'rtinchi va eng foydalilaridan, uyqudan oldin iste'mol qilingan muzqaymoq tinchlantirish ta'sir ko'rsatadi. Bu esa uxlashni osonlashtiradi. Siz eng ko'pi nechta muzqaymoq yegansiz? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Agar siz har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Birinchidan, tomog'ingizning sovuqqa chidamliligi asta-sekin oshadi. Sovuq mahsulotlarni to'g'ri iste'mol qiladigan odamlar sovuqqa kamroq sezgir bo'ladi. Ikkinchidan, stress kamayadi. Shirin ta'm miya kortizolini, ya'ni stress gormonini kamaytiradi. Shu sababli ko'pchilik kayfiyat tushganda muzqaymoq yeydi. Uchinchidan, muzqaymoq mushaklaringizni kuchaytiradi. Unda oqsil va kalsiy ko'p bo'lgani sababli mushaklar o'sib, mustahkam bo'lib boradi. To'rtinchi va eng foydalilaridan, uyqudan oldin iste'mol qilingan muzqaymoq tinchlantirish ta'sir ko'rsatadi. Bu esa uxlashni osonlashtiradi. Siz eng ko'pi nechta muzqaymoq yegansiz? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring.